Sochli olamiz. Chigal sochli olamiz. Beylar, bunisi kam-ku. Mayli, sizga mana cho'mich beramiz. Meniki ko'proq o'tog'iracha beringlar. Kichkinarog'ini ber. Rahmat. So'ladiganda yana ozgina yig'ganingizda chelak berardim. Bu soch gilamdan chiqmaganmi? 100% gilamdan chiqqan. Bunga uzog'i cho'mich bera olaymi, opa? Chinnilar bor. Nima gap endi hamkasb? Bilmayman, chinnilar sotilmayapti. Odamlar hozir Madonnami, Shadonni o'shanga o'tib ketgan, bularni endi olishmaydi. Kimdir bormi? Ha? Yujik futchi burkan. Xolajon, sochlaringizni tarab qo'yaymi? Umringlardan baraka topinglar qizim. Eski kalishlar ham olasizlar? Yo'q, bizning o'rganimiz boshqa. Kelay olaman deb kelinimiz sochini kesib chiqdi. Beylar sharmanda. Biz kesilgan soch olmaymiz-ku. Voy. Shu sochlarni nima qilasizlar? Yeymiz. Mana chelagingiz, uyog'i bilan ishingiz bo'lmasin, jo'nang. Apajon, soch bormi? Soch yo'q-ku qizlar. Bilayda sizginaga keling fol ochamiz. O'rtoqning mo'zor tuproq soch ketilgan ekan. Oy, basharangga nima so'rayapsan? Adzaga so'rayman. Bahor quyoshi yomonda. Yuzingga narsa toshirib yuboradi, kasal qiladi. Bizning basharamiz eshak terisidan ekanda unda. Mani immunitetim pastku, tez kasal bo'laman. Nima kanseraman qaratib yo'qding. Atay qilding, ha, jo'ra, atay qilding. Bilardingki immunitetim pastligini. Nimaga buncha to'g'risanga? Mana jigarimga, mana buyragimga, mana buyog'im pishishiga, ya anularga, shuncha dori olib yuraman-da, immunitetim pastku. Ha, nima chaqirding? Shu issiqda cho'pon bilan shapka kiyib olganmisan? Necha shapkaga? Shapkamga o'zi tegma kasal bo'lsan. Hozir cho'milib chiqqanda mening git bo'layman. Boshlandi. Bir narsa bo'lsa, menga sen javob berasan. O'zi nozikkina bo'lsam. Ona, Ha, bo'lam. meni o'ldirmoqchimisizlar? Kim oynani ochdi, siklashda belim og'riydi-yu, ona. Voy, men ahmoq ochib qo'yibman-ku. O'z ona bolasini kasal qiladimi? Uzr, bolam, uzr. Ha, malades. Asharga kelib zo'r qildinglar. Ana o'rtoqlar nimaga ishlamaydi? O, to'g'ri, ana bitonni olib kelib yoqqa. Amanki menga og'ir ko'tarish mumkin emas. Gemoroyim bor, gepatitim bor, tuberkulozim bor. Oting nima shami? Ismim Nozim, lekin hamma erkaklar meni nozik deyshadi. Haqiqatdan hamchi nozik bola ekansan sen. Bu ketishingda ertaga qanday o'ylab boqasan sen, ha? Bitta narsa ko'rsataymi senga? Formani qara, formani. Mana Arnold Schwarzeneggermisiz? Qanday bunday bo'lgan? Buni siri oddiy. Zafaron mahsulotlari. Men mana shu zafaron mahsulotini ichganimdan keyin biron joyim og'rigani yo'q. Erkaklik quvvatim hamcha moshni turibdi. Xon boshim ham joyida, tahrirlarim joyida. Lubboy kasallikka davo bo'ladi. Buni o'zing ham ichsang bo'ladi. Ota-onangga olib borib bersang, ichib, yosharib, sana duo qilib yurishadi. Mana 97 yoshimda formani qara. Buni qayerdan olsam bo'ladi? Buni shu magazinlaridan olsang bo'ladi. Zakaz qilsang, uyinggacha dostavka ham qilib beradi. Buni-chi, chet elliklar oltinga tenglashtirishadi. Nima? Hech sog'ayib yur. Qachongacha yurasan, bo'ynim og'rida, ko'tam og'rida qilib. Bizni tashab yordinglar bolasiz. Qalam. Ada, shahardan kelin olib keldim jalla. Kim? Tanishingda keliningiz bo'ladi jalla. Kelinim? Ha, nega anaqa papasha bilan salom alaykum o'rgan? Nima deyapti bu? Hatsulo qiling deyapti jalla. Hatsuloy? Ha. 1 minut. Assalomu alaykum papichka, yaxshimisiz? Ana bu mana boshqa gapda mana odam o'xshab salom bersa bo'ladi-da mana. Kelini kiyimi g'alati yeganda sal qishlog'imiz bir Ada, siz buni qatdan ham tushunasiz. Bu shaharlik jalla. Takoy mana shunaqa stilli kiyinadi jalla, tushunasizmi? stilni? Da, stilli. O'zimizni milliy kiyimlardan qo'ymasin-da bacha. Kelin ovqat qilish biladilarmi? Yo'q. Ya, da nima deb tashyapsiz? Bu sizga xizmatkor emas. Xizmatkor qilib beradi ovqatingizni. Xizmatkor? Da. Kelin bitta nariga qarang. Mana bachalarim, birga mehnat qilib, oila nimaligini tushunasizlar. Zakisdan o'tdingmi? Olib qochdingmi? Yo'q, o'zi keldi. O'zi kelsa olib kelaverasan. Nima qilayman? Qo'ya suv berdingmi?
beruvdim, ichib qo'yibdi-da, ejalla. Hamma narsaga qiziqadigan odamlar bo'ladi-yu. Mana nima? Rumiyana, Nima qilasan buni? suraman. Qatingga. Yuzimga nima ishingiz bor, suring. Suraymi? Suring. Shunaqa bo'ldimi? Ajrashgan dugona emasding. Hammasini eshitdim. Eshitgan bo'lsangiz, ayting nima bo'lgan, biz ham bilaylik nima. It berardim ketgandan keyin. To'g'ri aytib berarkan nima bo'lgan o'zi. Zebo qo'shniga baqir chaqir bo'lyapti. Nima qiling? Bor biribga. Yo'q, nima hamma narsaga aralashurasiz? Qizuvdi. Zebo mana shu nima? Lavroy list. Nima qilasan buni? Ovqatga sovaman-ku. Biz park solinga ovqat yeymizmi? 3 yildan beri yeyapmiz Umid aka. Serios? Mana bu nima? Highlighter. Zebo uyimizda turgan ekanmi nima? Qarashoq. Qarashib quyuq bo'lardi, suyuq. O'sha challarga qilinishi kerak bo'lgan ikkita tog'ora, bittasiga norin, bittasiga oyim bilan gaplashaman, balki aralashmassiz. Bittasiga somsa qilaylik. Zebo qalam nimaga kerak sanga? Baribir ishtima chizmaysan-ku. Bering bu yoqqa. Nima qilsan? Hozir uzun marketda Rozi belgili tovarlar buyurtma qilmoqchiman. Nimaga yana rozi? Bu tovarlar uchun eng arzon narx garantiyasi bor. Mana masalan, eng zo'r idish-tovoq to'plamini topdim, qarang. Boshqa joyda arzon ko'rsang-chi. Agar boshqa onlayn do'konda arzonroq ko'radigan bo'lsam, ariza jo'nataman, uzun market ko'rib chiqib, farqi promokod qilib qaytarib beradi. Menga ham zakaz qilishni o'rgat. Ha, endi sizni ham yangi hobbingiz uzun marketdan yangi arzon tovarlar qidirish bo'lar ekanda-ya?